Ko'hna qishloqning qalin bog'lari ortida joylashgan To'rabek xonadonida katta shodiyonaga tayyorgarlik ketayotgan edi. Ularning yagona qizi Gulruh to'yga hozirlik ko'rayotgan edi. Bu to'y faqat qiz uchun emas, balki butun qishloq ahli uchun katta voqea edi. Chunki u yaqin o'tmishda tashkil topgan qishloqning turmushga chiqayotgan birinchi qizi edi. Ammo to'y oldidan kutilmagan musibat yuz berdi. Gulruh hech qanday kasallik alomatisiz to'satdan hushidan ketdi va nafas olmay qoldi. Tabiblar necha bor urinmasin, uni hushiga keltira olishmadi. Qizni o'lgan deb tashxis qo'yishdi. Janoza tayyorlandi. Ota-onasi yuraklari ezilib, Gulruhni qabrga qo'yishga rozi bo'ldilar. Tongda uni dafn etish uchun qishloq ahli to'plandi. Oq kafan ichiga o'ralgan qizni janozasini o'qish uchun olib kelishdi. Ayollar oq urib yig'lashar, erkaklar duo o'qir edilar. Janoza hozirlangan. Hamma xayrlashishga chog'langan edi. Lekin shu payt mo'jiza yuz berdi. Gulruhning ko'zlari ochildi. U chuqur nafas olib turdi va atrofga hayrat bilan qaradi. Uni dafnga tayyorlanayotganlar shoshib ortga tisarilib, ayrimlari hatto qochib ketishdi. Onasi esa qizining qo'llariga yopishib baqirib yubordi. "Qizim, sen tirikmisan?" Gulruh esa hech narsani tushunmay o'rnidan turdi. Uning yuzi oqarib ketgan, ammo ko'zlarida hayot zarrin nurlari chaqnardi. Bu voqea butun qishloqni larzaga soldi. Kimdir bu mo'jiza, kimdir esa yomonlik belgisi deb atadi. Lekin ota-onasi qizining tirikligidan boshqa hech narsani o'ylamasdi. O'sha kunning o'zida Gulruhning to'yi bo'lib o'tdi. Janoza uchun to'plangan odamlar o'sha zahoti quvonchga ko'milib, bazmga aylandi. Kuyov g'ulom esa hayrat ichida, yuragi qattiq urib, keliniga termilib turardi. U sevgan qizi yo'qolgan deb o'ylagan edi, ammo taqdir uni unga qaytarib bergandi. Qishloq ahli bu voqeani uzoq yillar eslab yurdi. Shundan keyin Gulruhning ismi qishloqda muqaddas ayol sifatida tilga olinadigan bo'ldi. Uning avlodlari bu mo'jizaviy nikoh haqida nevaralariga hikoya qilib berishardi. Shunday qilib, janoza to'yi haqiqiy hayot tantanasiga aylandi.